O'zim shuncha domlarni reklama qilibman, lekin bunaqasini ko'rmabman do'stlar. Yashayotgan uylarda, ya'ni domiylardan chiqqanimizda mana bunday katta terrasalari bilan assalomu alaykum o'zimni yaxshi niyatda dom kvartira istagan do'stlarimizga Qirg'iziston shahri Eski Gagarin ko'chamiz, hozirgi Asqar Shakirov ko'chasiga qurilgan domlarimizni, aynan osmon o'par domlarimizni osmonida turibmiz do'stlar. 15-etajimizda do'stlar 150 kvadratdan iborat, ya'ni yer hovliga o'xshaveradi ushbu kvartiramizni qaranglar, 110 kvadratda yashaydigan domidan tashqari, kvartiradan tashqari bu yerda 40 kvadratga mana bunday ochiq holatda terrasalari, ya'ni ayvonlari bilan domeni yig'ishtirmaganlik biqsib ketaman degan do'stlarimizga bola chaqani bu yoqqa olib chiqib qo'yib, ya'ni o'sha shaharni tomosha qilib yashayveradigan, yozda mashqa besetkalarni qo'yib yashayveradigan ushbu 15-etajimizni terrasalari bilan egasi nima deydi? Aka dedim, bu hamma domlarda ham bo'lmasa kerak desam, nima deydi? To'lka uka boylarda bo'ladi deydi. Haqiqatda ham Korolevskiy stilda. Xo'p, bismillah deb mana domimizni birinchi tanishib o'tamiz, keyin telefon nomerlari va adreslariga o'tamiz. Qaranglar, bu domimiz polniy remontga topshirilgan, hattoki mana bu nima deydi, oshna koridorlarni ham remontlari polniy bitgan. Xudo xolasa liftlardan ham hammasi o'rni bor. Glavniy eshikdan kirib kelganimizda koridorimiz, bu uyimiz 110 kvadratlikning hisobidan juda ham barakali holatda. Proyektlari kirib turib chap tomonga qaraganimizda bir hojatxona yoki bir yuvinish xonasi bo'lsa, chap tomonga bosganimizda yana bir katta, juda ham katta razmerda bir nima xona do'stim, mehmonxona bo'lsa kerak-a. Xullas, nima xona sifatida foydalansa, o'zingizlar bilasizlar, men ishim yo'q. Bu yerda katta xonadan chiqib turib, to'g'riga bosganimizda menimcha bu yer kuxnyani o'rni bo'lsa kerak. Kuxnyani o'rnini ko'ryapsizlar. Razmerlari yaxshi, 110 kvadratlik hisobidan 3 xona, 4-inchisi oshxona bo'lib joylashgan. Mana bu yerda yana bir yuvinish xonasi, bu yerda hojatxona bo'lsa, to'g'riga bosganimizda bu yerda bir detskiy komnata deb atadim men. Bu yerda bitta detskiy komnatamiz bo'lsa, yosh bolalarda, bu yerda o'ziga yarasha bir garderob xonaga bir отдельный joy tashalgan va undan chiqqanimizda bu endi kattalarda bir spalniy xonasi bo'lsa kerak. Nari tomon spalniy bo'lsa, bu yerda bir mehmonxona, ya'ni zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Endi qishni ko'zi ko'r, yozda meni ko'r. Bu domimizni remontdan keyin ko'r deb do'stlar, remontdan keyin juda ham katta, bahavo, yaxshi dom chiqib qolar ekan. Bu domimizni pulga keladigan bo'lsak, xo'p, ichkari 110 kvadrat domni o'zi kvadrat $800 dan, mana bu 40 kvadratdan iborat terrasasining puli $550 dan. Do'stlar, u yog'i uyi $800 dan, mana bu 40 kvadratdan iborat terrasasi kvadrati $550 dan chiqardik. Telefon nomerlarini aytsam, endi u yog'ini egasi bilan gaplashib olsanglar bo'ladi. 0559 61 80 80 0559 61 80 80. Do'stlar, shu nomerlarga yangra xayrlasizlar. O'sha shaharindagi hozirgi Asqar Shakirov ko'chasiga kirib kelganimizda so'l joqdagi Ulug'otani ko'rsating. Ulug'otaga yetmasdan Manasotaga naproti joylashgan yo'lda bo'yidagi zamonbob domlarimizni 15-etajda turibmiz. Bu обычный etaj, ya'ni 16-chisi mansard bo'lib hisoblanadi. Bu обычный etajda, 15-etajda va qolgan hammaga ham nasib qilavermaydigan katta balkon terraskalari bilan qani qaysidir bitta yaxshi odamga xudo xolasa nasib qiladi. Do'stlar, men pastga tushib turib domimizni tashqarisini ham ko'rsatib qo'yaylik. Qani birgalikda uyimizni ham tomosha qilib qo'ydik. Endi tashqi fasadlarini ham bir qator ko'rib qo'yinglar. Ko'ryapsizlar, eng zamonaviy, chiroyli dizaynlar bilan qoplangan va o'sha shahrimizni Asqar Shakirov ko'chasi. Hamda bu ko'chamiz Ulug'otasi bor kafe deb qo'yadi, ya'ni semenni kafega yetmasdan o'ng qo'llarda ushbu zamonaviy uylarimizni aynan ko'chaga qaragan tomondan bo'lyapti. Xullas kalom, xavfsizlik tizimlarigacha qattiq qaralgan, liftlari o'zingizni tanib, o'z etajingizga olib chiqib qo'yib, joylar, o'rlar kirgizmasdan, xullas hammamizga ham shunaqa zamonaviy, yaxshi uylarda olib yashashlik nasib qilsin. Telefon nomerlarini aytdim, bemalol zvonok qilib ozgina kamlarini so'rab olsanglar bo'ladi. Do'stlar, Alsat kanali Zeldin Jana sizning xizmatingizda.